Bolaligidan otasining mehrini his qilmay katta bo'lgan qizlar katta bo'lganda butun dunyodan mehr, muhabbat, e'tibor, sevgi izlaydi. Eng og'riqli joyi otasidan mehr olmay katta bo'lgan qizlar qanchalik mehr izlamasin, qanchalik mehrga loyiq bo'lgan sifatlarga ega bo'lmasin, baribir mehr ololmaydi. Chunki qiz bolaning turmush o'rtog'i bilan baxtli bo'lishi uning otasi bilan munosabatlariga bog'liq. Hurmatli otalar, onalar, qiz farzandingiz bor bo'lsa, demak sizga Alloh o'z ne'matini beribdi. Unga mehrli va e'tiborli bo'ling. Ota-onaning qiz farzandga mehr va e'tibor